Qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Bugun biz yana yuz ko'rishdik. Ko'rayotganlar Şinjan Sabah Madaniyat Taxti chekish shirkati ishlagan Şinjan Ma'rifat elektron so'z chekish shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmasi. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Bugungi sahnamizdagi aziz mehmon o'zidan bakrak naqshlar orqali do'stlarimizga bo'libmi, yoshlarimizga yoqqan yosh naqshchi Dilyar Vahab. Qarshi olamiz inim. Rahmat. Qani? Salom oldi bilan ekran oldiki aziz do'stlar. Bugungi shu Sabah Madaniyat Taxti chekish shirkati uyushtirgan Sabah kuyi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Rahmat. Rahmat, qarshi olamiz. Izchil ko'ryapmiz programmani. Ko'ryapman. Shuning bilan chiqqingiz keldi. Programmadagi naqshlar bo'lsin, har qaysi jihatdan bak sifatli chiqyapti. Shu men ham bak qatnashqim kelib, shundaqlarmi shu yangi bo'lgan naqshlarimni mush programmada belsam, ko'nglimda o'yildim, texmi bir yaxshi bo'lgan bizga bir yaxshi bir sahna ham, yaxshi bo'lgan bir tarqitish vositasi deb qo'ydim. Haqiqatan bak to'g'ri dedingiz. Demak, endi yangi naqsha kuylarni mana shu orqali axborot e'lon qilishigini o'xshash mishada e'lon qilib bo'ldi. Undan boshqa hamda shu har xil taratqularda tarqatildi. Undan keyin yana vangi muzik qutanladimi? Nahmaydanning o'zida anglash imkoniyati bor. Shuningdek, buning hamda tarqalish unumi bak yaxshi bo'yatdi. Shu munosabatda hamda har qaysi shirkat korxonalarning agar sizlarning sifatli mahsulotlaringiz olib qolsa, mana shu sahnamiz orqali ham bizningki chiroyli kuylarimiz, yaxshi san'atkorlarimiz og'zidan shu mahsulotlarning ta'rifini qilish o'yinlar olib qolsa, Sabah Madaniyat Taxti chekish shirkatimiz bilan aloqalashib mana shu sahnamizda o'z mahsulotlaringizni namoyon qilishinglarni mush orqali yana bir qatim tavsiya qilmoqchiman. Dilyar, bilishimcha, sizning nurg'un naqshlaringiz hamda umumlashib ketdi ham qarsam to'xtamay do'yindimi? Yangi kuylaringizni davomli chiqarib turyapsiz. Bo'libmi? Qashlari qarami? Qashi qaralari. Ash naqshingiz mu bek chiroyli ekan to'q. Nurg'un do'stlar yaxshi ko'rdi. Onundaki Nazi degan naqshni bir qayta bir aytdingiz. Rahmat. Endi bugungi sahnamizda cho'qim bir yangi kuy bo'lish kerak dedik. Bugungi bu sahnaga shu yangidan bo'lgan Akbar Ahmad ijodiyati bilan Unutib ketaman nomli yangi bir sho'x tempadagi bir naqshni olib keldim. Daqdan. Bir sonlar mayli desanglar, bir sonlar katta desanglar, bir sonlar unutib ketaman deyotgansiz. Yana birsi yolg'iz dema deydigan, ish qilib turib azroq og'irinish ko'pmi hozirgi yoshlarda? Ashtama. Demak, hamsa mayli muhabbat olsun yoki o'zimiz yaxshi ko'rgan kasb bo'lsin. Izni baqayli, tirish baqayli, amal ba og'rinmayli, amal ba erish uchun tirishayli. Qandaq? To'g'ri. Dilyar inimo bilishimcha san'at maktabida o'qigan, san'at yo'lini o'qigan. Shuningdek hamda izchil yana o'z yaxshi ko'rgan kasb bilan shug'ullanib kelyapti. Ijodiyatmi qilamiz? Hamda shu 1-2 yil bo'ldi ijodiyatga hamda bir kirishatma. Vaqt soatga o'xshaydi deb qoldim endi. Bo'ldi. Shu ijodiyat bilan ham naqsh o'rindash kasb bilan shug'ullanib. Undaqda sahnamizda mana shu yangi ijodiyatlarga imkoniyat bor, yangi naqshlarga imkoniyat bor. Davomli kelib turishingizni qarshi olamiz. Rahmat. Qani hamsa yangi kuyga birlikda o'rtoqlashaylik. Tenha kaptı yalğız kendime tenhalıkka künüp gitime nesivem yok üçgen yıldızlarda seni aman unutup gittiğime tenha ötmek müşkül bulsayım hıyanetsiz yaşap öteyim gözlerimden yere kayıtıp
Sizlar haqiqatan sho'x naqsh ekan bu, ha? Rahmat. Agar hamda ma'lum bir shu yilo chansoladi aytib qolsangiz, mehmonlar o'tiramay qoldi ekan, buni o'ynab, o'tib ketgan haqiqatan. Sizlar hamda biz musharsan programmamizni qo'llayotgan Ma'rifat shirkatiniki har bir mahsulotidan ko'rmanlarimizni xabardor qilib keldik. Bugun hamda shu Ma'rifat elektron so'z shirkati ishlab chiqargan Ma'rifat yurishlik chekma qalamlarini ko'pchilikka bir tanishtirishimiz keldi. Ana buniki munozir ko'rib turgandek nurg'ulg'an 61 xil ranglik jurnallik kitobi bor ekan. Buni hamda biz shu umaqqina ma'o jijirin qo'njaqni aslında tekizish orqali, ya'ni shu chekma qalam tekizish orqali ham nahmadan o'zida kichik bolalarimiz o'qiy oladi ekan. Bu hamda albatta shu maqonjaqlar ko'rinib turadi. Bu yasli bolalar uchun chiqargan eski. Bunda bo'lganda shu bolalarimizniki maktab o'qish hayot boshlanishdan avval baldurlar şeylen tonuşi, məlmi üçülə yoki hər xil narsalarni tonuşi ham ulan qana o'qiydiganliklarini oldin bilishiga bek foydasi bor ekan. Sizlar uyda kichik bola yo'q deyman a. Lekin kelgusi bo'lib qoldi. Kelgusi bo'ldi. Cho'qim imperman. Cho'qim emasingizga bo'lbek o'moq ekan a, va qaram bir şey texbirda antinis bor ekan. Demak, endi shu har xil chekma qalamlar orqali biz shu 61 xil kitobdan Nur bilimga erishalayotganimiz kichik bolalarimiz yaxshi ko'rgan men o'sha ranglikka emasmi? Unisma qo'njaqlarni yaxshi ko'rdim. Yana birisi hamda buningda xilma-xil cho'chak hikoyalar bor ekan. Shularni ham endi o'sha orqali ko'rsasak, shularni o'qib berdik ekan. Masalan, kelishda hikoya o'qib bera opa degan vaqtida agar gilingiz charchab kelsa yoki yerib qolsangiz, ma'nog'ili tayinibla o'qib olsangiz bo'ldi ekan. Asonlashir ekan. Shunga endi mushkul ehtiyoj bor do'stlar. Shu chekma qalamlardan epaqsanlar bo'lgan. Unda bo'lsa, Dilyarning naqsini anlagan bo'ldik. Bu umaq qo'ncha qalamlar bilan tanishgan bo'ldik. Kelaksan programmamizda texmo nadir nomerlarimiz orqali sizlar bilan didorlashqaymiz. Dilyar, sizning ishlaringiz texmo o'ng'ishli bo'lsin. Bo'ldi, rahmat. Atki programmamiz ko'rishaylik do'stlar. Xayr xo'sh.